Salam alaycanob. Sizlarga deydigan muhim xush xabarim bor. Nima xabar Azoil? Xo'shal ko'rinsan-ku. Uning orqasiga tushdim. U avvaliga xristianni ko'ydirish murosimiga qatnashdi. Ondan u xristianning dadisining uyiga bordi. Aferin. Rim, Aten, Antakya, Kirt, Tabris, Falastin, Suriya va Filadelfiya qatorliq hamma joylarga bir ilohga cho'qinadiganlar liq to'shib ketdi. Ularni har qancha o'ltirsakmi, qiyin qistabga olsakmi, dengizga tashlasakmi yoki yovu shirlarning oldiga tashlab bersakmi, yanada tugumaydi. Ular hatto bizning qasrlarimizga sirg'ib kirdi. O bichoralarning dinining qasrga qayerdan kirganligi ma'lum emas. Söyümlük Julius. Sen tushunmayapsanmi yoki tushunmas bo'lib oldingmi? İmperator Domitian tog'isining o'g'li Flavianus Kilmanus va uning ayoli Flavia Domitianini xristian bo'lganlik jinoyati bilan o'ldirmadimi? Ularmi to'van tabaqadagi kishilarmidi? Ondaqda bizningmi o'z atrofimizdagi kishilarga ko'proq diqqat qilishimiz aqlga uyg'un emasmi? Nima demoqchisan? Mening bir alohida maqsadim yo'q. Faqat ehtiyot uchun deb qo'ydim xolos. Lekin men o'z atrofimdagi kishilarga ishonch qilaman. Ammo sening so'zingga qo'shilaman. Cho'qim diqqat qilish kerak. Ali janob Maximilian keldi. Bizning yuqori darajalik mushavirimiz oxiri yetib keldi. Xizmatlarga tayyorman oliylari. Oli janob Diokletianusga salom. Kechikib qolganimdan afo so'rayman va meni afo qilishlarini umid qilaman. Janobi Maximilian, bu chaqqicha nada yurdingiz? Janobi validan haqiqatni yushirib qilish mumkin emas. Men bugun bir ish bilan ko'rishgili. To'xtang, o'zim deb baqay. Siz bugun cho'qim odam ko'ydirish murosimiga bordingiz, shundaqmi? İmperatorning haykalining oldida ehtirom bildirishning o'rniga uni pachoqlab tashlagan va boshqa ilohlarga ahonat qilgan heliqi odamni ko'ydirishga gumonim to'g'rimi? To'g'risini topdilar, oli janob. Cho'qim nihoyatda hayajonli bir sahnani ko'ribsiz-da. Osmonga o'rlayotgan zo'r o'tni ko'rish va uningga ko'yayotgan jinoyatchining noli faryodlarini anglash rostilla qiziqarli, Bundaq sahnalarni ko'rish insonning his tuyg'usini qo'zg'aydi va dushmanlarni vahshatga tashlaydi. Lekin janobi Maximilianus, biz bundaq sahnalarni har kuni digida ko'rib turyapmiz. Sizning bu murosim tufaylidan bundaq muhim bir yig'inga kelmasligingiz to'g'rimi? Kechikkanligimning sababi faqat bu murosimga qatnashish emas edi. Men bir rimlikning oilasini yo'qligini borgan edim. Betobmikan to'q? Yo'q. Muhtoj ekan to'q. Men ularga tasalli berib, hojatini ado qildim, oli janob. Siz rostilla muloyimlik va ko'nglini oyash bilan bu kishilarga hukmronlik qilib bo'ladi deb o'ylamsiz? Oli janob Diokletianusning maqsadini tushunaman. Hukmronlik qilish bilan bo'lish kerak, ammo mencha tanaha qilish kifoya qilmaydi. Janobi Maximilianus, biz har kuni kishilar orasida yangi dinlarning paydo bo'layotganligini ko'ryapmiz. Qilish ishlatmay turib bu dinlarni qandoqmi yo'qota olamiz? Dinlar dunyoning hamma joylarida hamish paydo bo'lib, turli huquqdorlar uningga har xil vositalar bilan qarshi turdi. Ba'zida siyosat yurgizuvchilar aql farosat ishlatib, mehr shafqat qilish bilan o'z maqsadiga yetdi va ba'zida qilish orqali. Ammo men siz xatolashyapsiz, Maximilian. Hukumat faqat qilishning soyasida mumkin. Mehr shafqat qilish bilan hech ish vujudga chiqmaydi. Mehr shafqat qilish faqat qilish yorisining ochiqini bir oz basalaydi, xolos.
Shundaqmi? Oliyjanob, asli maqsadga kelsak yaxshi emasmi? Kechirsizlar oliyjanob. Men janobi Maksimiliandan bir savol so'rsam bo'lamdi? So'rava. Siz ko'rishkili bo'lgan hiliqi oila. İsa'ga ergashganlik sababdan bugun o'ldirilgan hiliqi jinoyatkor pilotisining uyi shu emasmi? Ha? Bir hojatmanga rimliqlar yordam berishi kerak. Ammo jinoyatchi rimliq bo'lsa-mu jazolanishi kerak. Men hayron qilyapman. Siz bir jinoyatchi xristianning oilasini yo'qlig'ini bag'amitimiz. Shundoq oliyjanob. Bu gap rost. Lekin oliyjanob, sizcha bir kishining jinoyati sababli uning oilasimi jazolanishi kerakmi? Sözümge obdan quloq soling. Siz meni obdan bilasiz. İnsanlarning jini mening oldimda bir hasharatchilik qimmatga ega emas. Siz qizimning eri, ammo ko'zimdan e'tiborlik emassiz. Agar bilmasangiz, qizimdan so'rab beqing. O mening o'zimga xiyonat qilganlarning ko'zini o'yib, yiroqqa tashlayotganligimni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Siz qilmishingizga bekrak diqqat qiling. Men bir kishiga kichikini shaklinib qolsam, hamma ish tugaydi. Tushundingizmi? Yana boshqa savolingiz bormi? Yo'q. Faqat bir tavsiyam bor. Agar men sizning o'rningizda bo'lgan bo'lsam, Elin xonimning kelgusini ko'proq o'ylagan bo'lardim. Men tushunamadim. Buning siz bilan nima aloqasi? Siz bunday ishlar orqali uni xatarga duchor qilasiz. Shuni siz qilmishlaringizga ko'proq diqqat qiling. Sizmi o'zingizning eg'iziga diqqat qiling. Chunki u eg'izdan cho'ng so'zlar qilinadi ekan. Yirtilib ketishi mumkin. Janobi Maksimilianmi bir muvahhid bo'lishi mumkinmidi? Odamning ishongisi kelmaydi. Uning qandoqligini kelgusida bilamiz. Janobi Maksimilian. Ha? Qazining Juliusqa bir kishi qiyin qistoq ostida Aduniyaning yo'shirilgan joyini oshkorlab qo'ydi deyotganligini anglab qoldik. Men shunday o'ylagan. Sizlar ansirmanglar. Galos Aduniyaning qishiga ketdi. Juliusning qayaga borganliklarini nerdan bilgandi? Meningcha kaynimga odam tushgan gap. Sizlar qanday qaraysizlar? Sizlarcha u qanchalik biladigandi? O men bilan ayolimning butqa cho'qinmaydiganligimizni cho'qin biladi. Ammo o men bilan boshqa muvahhidlarning aloqasi borligini bilamdi, bilmamdi. Buni bilgilolmaydi. Agar u sizlarga gumon bilan qarsa, nima uchun bizni gumon qilmasin? Men unda qaramayman. Uning biz bilan emas, Maksimilian bilan adovati bor. Afsuski men bu so'zni aytganligimdan afsuslanaman. Chunki u ilgari Helen xonimga ko'z solgan edi. Shundoq, bu ahvolni menmi, Helenmi, Diyokletanismi biladi. Hammaylar biladi. Helen bundoq bir maxluq bilan to'y qilib qilishdan pakdir. Uningdan bek hazar qilish kerak. U imperatorga yaqin. Uning sizlarga bo'lgan adovati tufaylidan kishi sizlarga ilinib qolsa, so'ngaki cho'nqir kirib ketadi. Sizlar ansirmanglar. Uning bizga qarshi bir dalil paketi yo'q. Allohning yordami bilan bundan keyinmi bo'lmaydi.
Men janobi Diokletianosni sizlarga buningdanmi qattiqroq tegamdikin deb o'ylagan edim. U majbur bo'lmagan ahvol ostida bunda qilolmaydi. Sizlar yaxshi bilasizlar. Uning Filadelfiyadagi hukumatining davomlashishi men bilan sizlarning otalarimizning himoya qilishiga bog'liq. U mushu maqsadda imperatordan bizni o'ziga mushavir qilishni iltimos qildi. Unutib qoldinglarmi? Janob vali, ruxsat qilamdilar. Sizning hukumatlarning asosini munosib yoki nomunosib chiqarilgan qarorlar mustahkam qila oladi yoki davolga talaydi. Maksimilian o'zlarining kuy o'g'li bo'lgandan boshqa yana Rim parlamentining yuqori darajalik vakili bo'lgan Marcellus afandining o'g'li. Amaliyotda u imperatorning eng yaqin kishilaridandir. Shunga u haqda biror qaror chiqarish nihoyat tez. Shundoq, bilimi. Ammo uning o'z beshimchiliklari boshqalarni texmi haqoratlashtirib qo'yishi mumkin. Agar uningdan bir xatarni his qilsam, qilch fursat bermayman. Hozircha uning lozimi bor. At ko'rishayli, xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Belki içim pişip ketdi. Birisi bilan o'ynag'im bor. Astroq tutqin. Qara Erikmet dadan keldi. Salam dada. Men bugün anamni xafa qilmadim. Bilaman o'g'lim, cho'qim shunda bo'ldi. Sen hamisha yaxshi o'g'il tursan. Erikmet bu yoq ekan. Kela o'g'lim. Dadang yerib ketibdi. O'zing berib o'ynag'in. Nim bo'ldi? Bir ish yuz berdimi? Pilotos. Onu o'ltiribdimi? O'zingni besib ol. Shundaq dadangning buyrug'i bilan uni Apollon ibodatxonasi oldida o't kuydirdi va jasadi 3 kungacha boshqalarga ibrat bo'lish uchun manchanoq ustida qo'yib qo'yishga buyruq qildi. Onunğa nefret bo'lsin. O menga yomon ata qilib keldi. Men bir qancha qitim aytdim. O mening dadam emas. Menga buncha ko'p ta'na qilmang. Helen. Ota-onalarning gunohini farzandlarga otib qo'yilmaydi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Men bundaq dadam borligidan nomus qilaman. Mening pat-pat uning qishig'i bag'inim yo siz uchun yo biror kishini qutqizish uchun. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, men uni ko'ra ko'zimmi yo'q. Men uning qilmishlarini hech qachon sizga chetib olmadim. Faqat uning jinoyatlari yuragimni siqishtiryapti. Mening ko'rganlarim sizning ko'rganlaringizga qaraganda hech nima emas. Bugun dadangiz yo'q kechiring. Diokletianos meni agar sen ko'zim bo'lgan taqdirdimi uni cho'qim yulib tashlayman deb tahdid qildi. Shundoq, u rost aytdi. U o'zining deganlarini qilmaydi. Jinim pida Ali janob. Ali janob qilsalam. Nihoyat yaxshi qilibsan Azoil. Bak yaxshi. Aferin sana. Yeni vazife bor. Kolalchi Adunyani kuzatgan. Oningdan qilchi g'afil bo'lib qolma. Xo'p Ali janob. Ey, sen Juliusning xatri Maximiliannikidan oz emas deb o'ylamamsan, hm? Nima desam bo'lar Ali janob? Bo'libmi? Uning bilan aloqa qilgan kishilarni bakrak kuzatgan. Xizmat ko'rsatishga tayyorman.
Qani al. Xo'sh, alinglar. Mayli. Onun deyişçe, siz onun ko'zini qandaq yulib etganligini ko'rib turibdi ekansiz. Qaraganda, o anangizning masalasini demakchi o'xshaydi. Rost deydi. O rost deydi. Men ko'rgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Anam Damashqning atrofidagi bir yezning aholisi edi. O yerdagi aholilarning hammasi Aziz Barnabaning vassi bilan xristian bo'lgan. Rimliklarning hujumida anamdan boshqa barliq aholilar ularning qilich ostida o'ldirildi. Anam barliq urug' tuqqanlarni ve ata-anasını Daqiyanus'dan qandaq bo'g'izlab o'ldirganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan ekan. Amaliyotda onamning go'zalligi Daqiyanus'ning qo'li bilan o'ldirilishiga to'salg'i bo'lib ekan. O onamni mecburi o'z amriga olgan. Biliman Helen. Men bularni ilgari anglagan. Siz angladingiz. Ammo men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Aytib beqing. Men bularni qandoq unutib ketay? Anam ko'p ochiq yutdi. Ko'p. O Diokletyonus'dan ve Rim ilahlardan öz intiqamını elish uchun fursat kutib turadi. O qasrda hamisha nazorat ostida bo'lganlik uchun uningga bundoq fursat kelmagan edi. Bir kuni bir qancha ibodatxonadagilar ilahlarning haykallerini chiqibdi deb anladik. Shu chaqda butni chaqanlarni tutish uchun qattiq tekshirish elib berib, nurg'on odam tutdi. Hatto onamni tutib ketdi. Ey muqaddas Meryem. Melikem, bunda qilmislar. Ular bilib qolsa, sizni poch qilib yutadi. Qarab turmay bir chetga o't. Men seni Afrikani güzetkili qo'ygan edim. Halbuki sen ilahlarga xiyonat qilib, uning qo'l cho'maq bo'lsa, agar sening yordaming bo'lmagan bo'lsa, o ibodatxonalarga hargizmi qo'l tekkizolmaydi. Sening jazoing o'limdir. Uningda gunoh yo'q. U faqat mening buyrug'imga itoat qildi. Uni qo'yib etinglar. Uning gunohi mening buyrug'imni qayrib qo'yib, sana itoat qilganligidir. Çap bunun kalısını. O özünün cinayetinin akıbetini köydü. Endi senin cazayın şu ki, sen ilahlarının otudu köyüşün gerek.
Meni ölümdən qorxutma. Sən mening barlıq urug' tuqqanlarimni ko'z oldimda tosh butlar qurbonlik qilgan va ota-onamning beshini olgan cheg'inglar men intiqom olish qaroriga kelgan. Mening ölümdən qo'rqinchim yo'q. Men sana bir qitim fursat bermoqchi. Sen Apollonning oldida İsa'nın ilahidan bezar bo'lamsa yo'q. Men bir Allohdan boshqa cho'qinmayman va uningdan boshqa ilohni tunimayman. Rimning ilohlariga sajda qilib, ularga qurbonlik qilamsa yo'q. Rimning ilohlariga la'nat. Toshbutlarga va buttaraslarga la'nat. Rimning jinoyatchi imperatoriga la'nat. Yo'q! Ey olib ilahi, bu qurbonlikni mendan qabul qilgin. Yo'q! Ana! Onu qo'yinglar. Mening qizim. Qizim, sizning qo'lingizdan hech ish kelmaydi. Ey qudratli Apollon, ilahlarga xiyonat qilgan kishining jazosi mana shu. Mana shu. Ey Allah, meni qabul qilgin. Bu gunohkor bandani qabul qilgin. Ey Allah, qizimni sana topshirdim. Uni o'z panoyingda saqlagin. Butlarni sening rizoliqing uchun chaqdim. Ana! O göz aldımda kuyuvatatdı. Benim kolumda hiç kelmedi. Allah onun ruhini muqaddas Meryem bilan hamroh qilsin. O botir ayol ekandiq. Men sizdan ensirayotiman. O hamon sizning aqidangizni bilib qoladi. Men qo'rqinch tushlarni ko'ryapman. Allohning nimani taqdir qilganini bilmayman. Ammo bekla qo'rqib ketyapman. Ortiqcha andish qilmang, Helen. Mening kechada ko'rgan tushimda Daqiyonu sizni o'ltirib yetibdi. Ammo Alloh shukri, yashayotgandaksiz. O arqa-arqadan dehshatli voqealar bizning aramizda tug'dik. Biz bir-birimizga yetolmabdik. Bizning aramizda nihoyat ko'p orliq bor ekan. Men yosh va siz qiyirib ketibsiz. Men sizni dodam debdiman. Qaysinglarning dodam ekanliklarini bilamabdiman. O sizni o'ltirganlikdan xush bo'layotgandek. Men qo'rqyapman. Men rostla qo'rqyapman. Nima qilishimni bilmayapman. O'tinayman, yordam qiling. O'zingizni tutib oling. Sabr qiling. Bir tush uchun buncha ko'p ansirashning hojati yo'q. Alloh o'ziga ishongan bandalarini yolg'iz qo'ymaydi. Mening sizdan boshqa hech kimim yo'q. Siz mening faqatla erimla emas, balki muallimim, yo'lboshchim, nijotlik berguchim va borliqimsiz. Men yorug'likni siz bilan ko'rdim. Umidni siz bilan topdim. Va iymonimni sizdan o'rgandim. Siz o'zingiz bu xislatlarga tegishli edingiz. Men hech chiqib beramadim. Bo'lamdi. Men sizdan faxrlanaman. Mening kechada ko'rgan tushimda bu taxtdagi rasm onammish. Ammo men onamni ko'rgan. Tushimda men o'lib ketibdiman. Siz mening go'rdagi o'lik holatimga yoki bu rasm taxtisidagi hayot olimga ishonolmay turib qoldiksiz. Men bu rasm taxtisidami qo'rqyapman. Helen, o'zingizni tutib oling.
Bu bir rasm taxtasi uchun buncha ko'p ansirashning nima hojati? Buni bu yerdan ilib eting. Yo'q. Men ayolimning rasm taxtasini yaxshi ko'raman. Bir kimning uni bu yerdan ilib etishiga yo'l qo'ymayman. Tushundingizmi? Bizning sonimiz oz. Shunga biz o'z kuchimizni dindoshlarni tarbiyalab chiqishga va xristian diniga ko'p kishilarni jalb qilishga sarf qilishimiz kerak. Qachonqacha bizning dindoshlarimizni o'lim girdog'i top-top yo'lga selaverdi. Biz nimishqa shu turaveramiz? Mencha bu zamonda musibatlarga va turli qiyinchiliklarga sabr qilishning o'zila nihoyat cho'ng ibodatdir. Agar sizlar kishilarni hukumatga qarshi qo'zg'amasanglar, xristianlar bilan rimliqlar o'rtasida hech qanday to'qinish yuz bermaydi. Hojimiz Isa bizni zolimga itoat qilishdan cheklamaganmi? Sizlarning kishilarning jonlarini behuda xatarga tashlash haqqinglar yo'q. Barliq qudrat Alloh taolaning ilkidir. U o'zi xohlagan kishiga ato qiladi. Shunga o'z qudratini Alloh taolo tarafidan olmagan hech qanday bir qudrat egasi yo'q. Alloh o'z qudratini payg'ambarlarga va yaramliq kishilarga topshirdi. Shaksizki, zolimlarning qudrati Tangrining qudrati emas, balki shaytonning qudratidir. İbrahim bilan Namrudning, Musa bilan Fir'avnning va Isa bilan Hayrutning qudrati o'xshashmi? Allah'ın bendisiga salam. Hoş geldin Galus. Zaman san hoş ötsün. Ali Cenab Maximilian nemish qilyotdi? O meni bu yerga avatdi va mundaq dedi. Sizning yoshiringan joyingiz pash bo'lib qapti. Bu yerdan darhol ketinglar. Xatar shuncha yaqinmikan? Ali Cenab Maximilian o'rinsiz ogohlantirish bermaydi. Oldiranglar, vaqtni o'tkazishga bo'lmaydi. Ha, bo'ladi. Siz mang'ash turing, men hozirla chiqay. Avval bularni mangdirib etmasam bo'lmaydi. Bularga esla, ehtiyot bilan mansun. Bu yer nazorat ostida bo'lishi mumkin. Birodarlar, hozir menga xabar etkapti. Bu yer bexatar emas ekan. Shunga ehtiyot va tamkinlik bilan bu yerdan tarqab ketinglar. 3 kundan keyin shahar sirtidagi qabristonlikning yer ostida ko'rishaylik. Siz bunday qilish orqali ham Isoning diniy ta'limotining xilofini kishilarga ta'lim beryapsiz. Hem ularning jinni xatarga duchor qilyapsiz, xatarga. Alloh bizning hammamizni hidoyat qilsin. Agar bu yerni bilib qilib, kishilarni umumyuzlik o'ltirib etsa, buning kim javobgar bo'ladi, ha? Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lish kerak. Faqat Alloh taolo xohlagan ishlar yuz beradi. Ustoz, agar zarur bo'lsa, men sizni qo'g'dab bu yerga qilib qolay. Yo'q, ketsang bo'ladi. Ansirmagan, men bu yerdan ketaman. Allohga omonat.
Bu yerda nima ish qotsa, munofiq. Eshitma, bu yerdan o'tib ketyapti. Yolg'on gap qotsa. Agar seni bu yerda yana bir qatim ko'rib qolsam, tirik qolmaysan. Yo'qol. Ma'qul, ma'qul. Nima xabar, Matios? Ali janob Julius. Azrail Yahudining xabarlari bor ekan. Sen bu yerda nima ish qilasan, ha? Men sen dunyoni nazorat qil demaganmi? Shundoq degan edilar. Biroq biroz ilgari bir kishi uni mapi bilan qochirib o'tdi. Men piyoda bo'lg'achqa ularni qo'g'layolmay qoldim. Nima ish qilib piyoda? Ali janob, otning lozim yo'q edi. Chunki men uni qochirib o'tay deb o'ylamagan edim. Qasrning ichidagi xabarlar qandoq sirq chiqib qoladigandi? Map haydovchini taniyolmadingmi? Yuzini o'rib ekan, ammo mapa Maksimilianning mapsi deb o'ylayman. Ondaqda Maksimilianning uyini nazoratga ol. Map shuningmi emasmi, diqqat qil. Tez bor. Albatta janob. Kun petishdan burun shahar kirib olishimiz kerak. Ansirmang, vaqt xeli yetarlik. Kechirsizlar Ali janob. Men bir savol so'rasam bo'lamdi? Matios, men seni eng yaqin do'stim deb qarayman. Shunga nimani xohlasang so'ra va. Sizlar bilan Maksimilianning ixtilofi nimadan va qayerda boshlangan? Men sen ishongan bo'g'ashqa deb beray. Men uzun yildan buyon Helen xonimni yaxshi ko'ratdim. Diokletianusmo bu ahvoldan xabardor edi. Lekin Maksimilianning kelishi bilan Diokletianus qizini uningga ikki qo'llab taqdim qildi. Men shu kundan boshlab Maksimilianning Helenga layoq yo'qligini, uning bir xiyonat ekanligini isbotlab chiqishga bel bog'ladim. Buni cho'qim isbotlab chiqaman. Uningga qarshi dalil paketni to'pladim. Uni Diokletianusga doklad sifatida bayon qilaman. Agar u parvo qilmasa, ikkinchi dokladimni imperator Adrianusga taqdim qilaman. Janobi Diokletianus va Helen xonim Maksimilianni nima uchun sizdan ortiq ko'rdi? Bu biz ikkimizning Rimdagi ta'sirimizga aloqador. Maksimilian bir Rimlik parlament a'zosining o'g'li. Men bo'lsam Rim qo'shinining odatdagi bir askarning o'g'liman.
Diokletianusning hukumati uchun kim yaxshi yo'lanchiq bo'la oladi? Nihoyat absurman oliyjanob. Bo'ldi, bu gaplarni qilmaylik. Biz ne ketyapmiz Galos? Sizlar bir mezgil shaharni yiroq turishlari kerak. Qandoq? O'rmonda yoshirinadigan o'rinlar nihoyat ko'p. Sizlar vaziyat tinch bo'lguncha bir qancha kun yoshirinib tursizlar. Shu orqali rimliklar sizlardan g'afil bo'lib qoladi. Men sizlarga har kun tomoq to'shib turman. Yo'q, men yolg'iz emas. Jinimni qo'g'dash uchun o'zimning vazifamni unutib qolsam bo'lmaydi. Yig'ilish va kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash kechishmaydi. Bu ishlarni keyinmi qilg'il bo'ldi. Lekin men dindoshlarimga 3 kundan keyin qabristonlikning ostida ko'rishishni va'da berib qo'ydim. Undaqda ehtiyot qilish kerak. Ansirmagan Galos. Mening so'zimga bir oz quloq sep qo'yisli bo'lmamdi. Quloq solima, quloq solima. Yo'q, quloq solmaylar. Qaysi olamda agib yurganlari ma'lum emas. Meni kechirgin Atina, imperatorning Filadelfiyaga kelish xabari meni hayajonlantirib qo'ydi. Faqat bir ish xato bo'lib qolsa, hamma ishlar buzilib ketadi va bizning hamma orzu-armonlarimiz bekor bo'lib ketadi. Kashki bu ham xiyollarning o'rniga muhim ishlarga biroz diqqat qilgan bo'lsin-chu. Atina, ey Atina, sen tushunmaysan. Sen imperatorning bu yerga kelishining mening Rimdagi hukumatimning o'rnini qanchalik mustahkamlaydiganligini bilmaysan. Yana dexe mening ko'p xotiralarim asliga keldi. Hadrianus bilan nima degan xushallik kunlarni o'tkazgan edik-a? Baynan Nahrayn urushi xuddi tunugingidek turdi. Nima degan cho'ng iftixor ha? U chog'da men bir harbiy qismining boshlig'i edim. Hadrianus pal cho'jilarini qapazdan sirtqa chiqarishga buyruq berdi. Rambal ularga dan chashdi. Ular intayin ishtaha bilan yavatdi. Bu jangning bizning manfaatimizga tamomlanishining alomati edi. Bir g'alaba oldimizda edi. Nima degan muborak pal, ha? O nima degan muborak pal? Nima degan muborak? Onundan keyin Hadrianus hayvat va tamkinlik bilan shahar tarafga bir qancha qadam ilgirladi. Va yuqori ovoz bilan to'lidi. Bu shahardagi ilohlar menga quloq solsin. Men sizlarning uylardan va shaharning o'tkinchi yo'llaridan yiroqlarga ketishinglarni va uningga qon yig'ilishinglarni talab qilaman. Hamda bizning nayzilarimiz, o'qlarimiz va qilichlarimining oldida bu pastkash kishilarni mudofaa qilmanglar. Bizning bu shaharga g'alaba bilan kirishimizga yo'l qo'yinglar. G'alaba bilan, g'alaba bilan. G'alaba. G'alaba, g'alaba, g'alaba. Sizlar mening so'zlarimga quloq solmaylar demidimmi? Sizlar o'zlarining ham xiyollarida uzib yuringlar. Nəhayət yaxşı, nəhayət yaxşı. Əmdə qulaq salay. Hadrianus kimni o'zining izbosari qildi deb o'ylaylar? Ma'lum emas. Sizlar Hadrianus bilan do'stlik munosabatimiz bak yaqin demidinglarmi? Albatta, Hadrianus bilan o'tkazgan kunlarim birdanmi esimdan ketmaydi. Hamisha u go'zal kunlarni eslayman. Mening maqsadim o'tgan aslimlarni yangilash emas. Balki bu do'stlik munosabatidan eng yaxshi foydalanish kerak demakchi. Masalan, qanday foydalangan bo'ladi? Uningdan o'tmishdagi do'stliklarning qimmati va uning jinini qutqizib qolganliklarining mukofoti uchun sizlarni o'zining o'rniga izbosar qilishni talab qilg'aylar. Garchi bu ham xiyollarcha bir orzu bo'lsa-mu, ammo uni amalga oshirish uchun tirishchilik ko'rsatishga bo'ladi. Zini yo'q. Faqat zini yo'q. Nemishqa ham xiyollarcha o'zlarining oqilanaligi va layoqatiga shak qilamlar yoki Hadrianusning do'stligimi? Hech qaysisiga. Men
Rim parlamentinin qararığı bəkçin pütüp ketmeyme. Hatta Hadrianus qıtılğan təqdirdimi? Ular qıtılmaydı dep qarayma. Lekin zihni yo'q. Xuddi oltin o'ziga yoqib ko'z qo'ygandek. Diokletianus. Sizlar bilmaylar. Rimning birinchi ayolning o'rniga chiqish nima degan lazzatli-a? Bu zihnimdan chiqarib etiladigan arzu emas. Undaqda senmi bu işte boş durmagın. Hadrianның ayoli Şarnxinmi bu seferde onunğa hamra bop kelidi. Sen onun bilen dostluk münasibati o'rnatqin. Ayollar erlerinin qararıga ta'sir ko'rsatishda alohida rol o'ynaydi. Gerçi onu ko'rish arzuyum bo'lmasimi? Ammo bu yomon maslahat emaskan. Shundaq yomon emas. Xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim shundaq qilaman. Alijanab Julius. Ali janob Diokletianusga salom. Janobi Julius, shahar ahvolini bayon qil. Hamma ishlar o'z joyida. Mening birdan-bir ansiravatganim qasrning ichi. Qasrning xabarlari sirtqa tarqab ketyapti.